Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz would so'zining ishlatilishi haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Albatta bu videomiz siz uchun foydali va mazmunli bo'ladi degan umiddaman. Tak, would bizda asosiy 6 holatlarda ishlatamiz. O'shalarni qisqa o'rib chiqamiz va yuzti bilan farqini bu tibbiyotda qanaqa bo'lishi mumkin, o'shanaqa ma'nolarda ko'rib chiqamiz. Tak, ulardan bittasi mana buni ko'radigan bo'lsak, bizdagi o'tmishdagi odat haqida o'tamiz. Ya'ni o'tmish haqida gapiramiz. Ya'ni uztu ham o'tmish. Ya'ni ikkalasini moslashtiradigan, solishtiradigan bir holat. Bu o'tmishdagi holat odatni woodda ham, uztu ham aytishimiz mumkin bo'ladi. Buni keyinchalik ko'rib chiqamiz. Tak, muloyim so'rov. Masalan, muloyim so'rov degan narximiz bor, taklif bor, keyin taklif bor, keyin shartli gaplar bor. O'tmishdagi nuqtai-nazardan kelajak muloyim fikrlar. Hozir bularni ketma-ketlikda ko'rib o'tamiz. Tak, o'tmishdagi past habit e'tibor beramiz. Past o'tmishdagi odat. Ya'ni o'tmishda nimagadir siz odatlanib qo'ygansiz, nimadir qilgansiz, qaysidir jarayonda bo'lgansiz, o'shanda siz shuni ishlatasiz. Bitta narsani e'tibor berishingizni xohlardim. Bu yerda would bilan uzutdu va would bitta farqini shu yerda aytib ketaman. Ya'ni uzuttuda asosan action anaqa holatni va qanaqa action harakatni tasvirlaymiz. Bunda faqat action, ya'ni holatni tasvirlamaymiz. Masalan, when I was child, mana misol uchun ko'rsangiz, when I was child, I would play football every day. Masalan, bu holatda I would play, ya'ni o'ynayotganligini, qanaqadir jarayon, action ketayotganligini tasvirlash uchun ishlatiladi. Keyin yuzda faqat buni ishlatish mumkin. Action ham qaysidir holatda. Men masalan I used to live in London. To'g'rimi? Men Londonda yashagandim. Xuddi shunaqa ma'noda ketamiz. Mana shu holatdagi, o'tgan zamondagi qaysidir holatni tasvirlash uchun, aytishimiz uchun bu would bizga kerak bo'ladi. Wouldni 6 ta funksiyasidan bittasi bizga kerak bo'ladi. When I was a child, I would play football every day. Bolaligimda har kuni futbol o'ynardim. I would get a headache after work. Men headache bo'lardim. Ishdan keyin boshim og'rib qolardi. To'g'rimi? Ishdan keyin boshim og'rib qolardi. I would get, hammasida action qilyapti. Qaysi jarayonni tasvirlash uchun qaysidir bitta ma'lum bir holatdagini, ya'ni vaqt yoki qaysidir aniq bir jarayonni da bo'layotganligini biz bu bilan aytib o'tyapmiz. Bu juda bunga muhim. Masalan, every day, after work, o'sha qaysidir jarayonni tushuntirib ketish uchun, qaysi holatda ekanligini tushuntirib ketish uchun ishlatiladi. Bu yerda would. She would visit her grandmother every weekend. U har dam olish kunlari buvisini ko'rgani borardi. Masalan, she used to visit her grandmother desam bo'ladi. U kuzatuvga vizit qilishga urgan qo'ygandi, borib turardi degan ma'noda. And with every weekend deb qo'shimcha anaqalar kiryapmiz. Ya'ni wouldga xos narsa bu. Ya'ni wouldga biz mana shunaqa konkret jarayonni aytishimizda ishlatamiz. Masalan, every weekend, every day, masalan after work, har bir anaqada misolda u konkret o'sha jarayonga tegishli bo'layotganligini, o'sha jarayon bilan bog'liq ekanligini aytib o'tyapti. Bu bizdagi OIT to'xtamlaridagi OIT. I would get out of breath after waking up, sir. Keyingisi polite request, e'tibor qilamiz. Muloyim so'rov bor, taklif bor. Ko'ryapsizmi? Mana farqni
bilib olishimiz kerak bo'ladi. Muloyim so'roq bilan masalan offer. Muloyim so'rovda ikkalasi ham would dan boshlanadi, ikkalasi ham so'roq, lekin bittasida ma'no boshqacha, bittasida boshqacha bo'ladi. Tak, would you help me? Would you help me? Menga yordam bera olasizmi? deb siz boryapsiz, tasavvur qiling. Qayerdan kimdir yordam so'ramoqchisiz. Masalan, ko'chada og'ir yukingiz bor yoki qanaqadir sizga telefoningiz puli yo'q, ko'chada kimdir so'ramoqchisiz yoki kimdir yordam so'ramoqchisiz, nimadir og'ir narsani ko'tarishda would you help me deb yordam berasiz. Menga yordam bera olasizmi? Yo'qmi? Would you open the window? O'tiribsiz, ish qilyapsiz, uzoqroqda yoki o'sha eshik derazani oldiga borish qiyin siz uchun. Yoningizda bitta hamkasbingiz yoki kimdir o'tiribdi, sizga aytyapti, would you open the window? Would you open the window? degan, qani siz o'sha vaqtda ochib olgan demaysizmi? To'g'rimi? Endi shuncha polite haqida aytasiz. Derazani ocha olasizmi? Menga yordam bera olasizmi? Ya'ni bu hammasi muloyim so'rov, ya'ni polite request. Mana would you mind waiting a minute? Would you mind degani sizga noqul emasmi degan ma'noda. Bir daqiqa kutib turasizmi shunaqa ma'noda. Masalan, OITda tashlarda imtihonda ham shunaqa so'zlar ishlatiladi. Bu would you mind telling me more about your brain degan ma'noda. Siz og'ringiz haqida ko'proq aytib beraymi deganda so'rov beribdi, ya'ni muloyimlik bilan. Mana taklif qilishda esa e'tibor beramiz. Taklif qilishda would you like something masalan o'tiribsiz, kasbdoshingiz yoki kimdir bor, uydagi qarindoshingizni, o'shanga aytyapsiz, siz choy icha olasizmi demaysiz-ku, to'g'rimi? Siz choy icha olasizmi? U bo'lmaydi-ku. Siz polite so'ramayapsiz, ya'ni mana birinchi, ikkinchi holatdagi muloyim so'rov qilmayapsiz siz. Siz biroz taklif qilyapsiz. Choy ichasanmi degan ma'noda. Choy ichasanmi? Choy ichasizmi yo bo'lmasa would you like some tea? Would you like sit down? O'tirasizmi? Shunday chiqdingiz avtobusda, yoningizga keldi. O'tira olasizmi demaysiz, to'g'rimi? Polite juda ham sizga kerak emas-ku, to'g'rimi? U xolos o'tiradi, xolos yo'q. Xolos ichadi, xolos yo'q. Would you like sit down masalan? Ya'ni masalan bitta o'rtog'ingiz bor, tushunmadim o'zini. Mavzuni yana tushuntirib beraymi deb demoqchisiz. Unga aytmaysiz-ku. Men mayli bitta mavzuni tushuntirib bersam demaysiz, to'g'rimi? Would you like me to explain it again? Ma'nosida. Keyingisi condition. Uni condition bilamiz ko'pchiligimiz, hammamiz, ko'pchiligimiz bilamiz. Ya'ni conditionda ikkinchi conditionda bu would ishlatiladi. Ya'ni past simple da would keladi o'sha yerda ikkinchi gapda. Masalan, men boy bo'lganda, masalan, yangi mashina sotib olgan bo'lardim. Qachondir qilgan bo'lganda shuni qilgan bo'lardim. So if I had more money, yoki if I was rich, I would buy a new car. Menda ko'proq bo'lganda yoki boy bo'lganda yangi mashina olardim. Tak. If I were you, I would see a doctor. Men sening o'rningda bo'lganda men doktor ko'rgan bo'lardim. I would be doctor. Men doktor bo'lardim. OIT bizdagi vrachlar imtihonlarida ham bor. If the symptoms got worse, I would recommend going to hospital. Agar sening simptomlar yomonlashsa, men больницаga borishni maslahat bergan bo'lardim. Beshinchisi o'tmish nuqtai nazaridan kelajak. O'tiribsiz, tasavvur qiling. Qanaqadir jarayon bo'ldi. Kimdir sizga va'da berdi, masalan, yo'q bo'ldi, o'zim borib beraman. Narsani nima qilmadi dedi. Keyin o'sha odam qilmadi. Sizdan kimdir so'rayapti, nega sen telefoningni yo bo'lmasam shu narsani olib bermading desa,
masalan Shavkat olib borib beraman deb aytuvdi, kelaman deb aytuvdi. Nega kelmading desa, shunaqa degan ma'noda tushunish uchun. Ya'ni o'tgan zamonda future haqida gapirish. Masalan, bir vaqtning kelajak bo'lishi kutilishini bildiradi. So, he said he would come. U kelishini aytdi. O'sha kelishini aytdi, shuning uchun men qolib ketdim bu yerda. I knew she would pass the exam. Bu juda ham I knew the exam. U imtihondan o'tishini bildirdi. Kam ishlatiladi, keyin bilib qo'yishingiz kerak. Polite opinion degan narsa bor. Buni ham juda ko'p ishlatamiz. I would recommend drinking. Maslahat yoki fikrni yumshoqroq aytish uchun. I recommend drinking water desa ham bo'ladi. Lekin I would recommend biz sal politeroq, sal madaniyroq deydi, shunaqa bo'ladi. I suggest resting for a few days desa ham bo'ladi. Lekin I would suggest resting for a few days desa qanaqadir bir badiyroq, polite bo'ladi. I would say, I say this is normal desa ham bo'ladi. Lekin I would say bo'ladi shunaqa narsalar. Bir ikkita tuzilmalar, masalan, I would get tired very easily. Bunaqa misollar bor. Eventda used to bilan would bir-biridan farqi. Bu aytganimdek, bu bitta faqat verb, bitta state, qaysidir holatni va actionni tasvirlasa, bunda faqat action, state, ya'ni biron bir holatni tasvirlamaydi bu. O'zi bo'lishi mumkin. Masalan, I used to live in London bo'lsa, masalan, I used to live in London bo'lsa, men Londonda qancha yashagandim. I request time qanaqadir mana shu o'sha holatni tushuntirib beradigan bir kontentlar bo'lish kerak o'shanda. Masalan, when I was child. Masalan, bunga aytadigan bo'lsak, I would swim, to'g'rimi? I would swim when I was every summer, har yozda men cho'milardim. Masalan, qayerdadir shu in the river. I would swim in the river every summer. Masalan, I would studied, I would learn it English when I was a child. Shunaqa ma'noda. Past tense not finished used to for storytelling memories. Ya'ni to'g'ri, masalan, qanaqadir xotirani, qaysidir storytellinglarni mana aytib berishda ko'proq, masalan, ertaga aytishda, mana aytib berishda ko'proq ishlatiladi. Bu shuning uchun ham used oxirgi zamon hozir tugatilgani haqida tushuntiriladi. E'tibor uchun rahmat. O'ylayman, bu siz uchun foydali dars bo'ldi.